Ayni damda mehmonimizdan qanday qilib oddiygina yomg'ir suvini aqlli suvga aylantirish mumkinligini bilib olamiz. Muhsiddin Nizomiddinov dasturimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. To'g'ri aytasiz, mana hozir ayniqsa 2026-yil yog'ingarchilik yili desak xato bo'lmaydi, chunki mana 2025-yil bo'yicha ham bizda ma'lumotlar bor. O'zbekistonimiz bo'yicha o'rtacha 86 kun yomg'ir yog'gan ekan, ya'ni 2026-yilda. Mana ko'rib turibmiz, 86 kun davomida yomg'ir yog'gan. Bu albatta sizlar aytgandek behuda yomg'irlarimiz shu yer osti suvlarimizga yoki oqova suvlarga qo'shilib ketdi, undan foydalanmaganmiz. Men yomg'ir suvlarini foydalanmagan bir resurs sifatida qarayaptim va aynan 2026-yilda aynan 8-aprel holatiga 43-yomg'ir yog'di, ya'ni O'zbekistonda 26-yil davomida. Mana endi biz bu narsadan unumli foydalangan holatda. Shuningdek, 2030 strategiyamizda ham suv tejuvchi texnologiyalarni joriy qilish va yana bitta alohida bir jumlani qo'shgan bo'lardik. Bugungi kunda barchamiz bilamiz, moliyaviy savodxonlik bor, media savodxonlik bor. Endi biz sekin asta gidrosavodxonlikni ham biz O'zbekistonga olib kiryaptik va yoshlar orasida bu narsani targ'ibot tashviqot ishlari bilan olib bormoqdamiz. Endi gidrosavodxonlik degan narsada birinchi navbatda mana shu foydalanayotgan yomg'ir suvlaridan unumli foydalangan holatda bu texnik suv sifatida ishlatsak bo'ladi. Ya'ni bugungi kunda bilamiz, barcha narsaga, ya'ni shu kundalik turmushimizda ishlatadigan suvlarga, bu hojatxona bo'ladimi, avtomashinamizni yuvish bo'ladimi yoki bog'larni sug'orish bo'ladimi, barchasiga biz bugungi kunda toza ichimlik suvini sarflayapmiz. Lekin mana bu siz aytgandek, mana xorij tajribalarini ko'rganimizdan va umumiy xulosa qilib aytganimizda, bu yomg'ir suvini to'plab turib biz texnik suv sifatida ishlatsak, boyagi ichimlik suvini tejashga olib keladi. Shu bilan birgalikda mana kuni kecha bizlar shu loyihamizni amalga oshirdik Toshkent viloyatida 180 metr kvadrat tom qismidan 4 ta joyda alohida shu tarnovlar tushirdik va bitta tarnovni hisoblab ko'rdik. Shu kecha mana shu 7-8-aprel kuni yog'gan yomg'irda bitta tarnovimizdan biz 2 tonna suvni oldik. Agar biz hozir 4 ta tarnovga o'rnatganimizda bir kecha kunduz o'zida 8 tonna suv olgan bo'lardik. Mana bu suvni oldik va bundan oldingi to'plagan suvimizni hisoblab ko'rdik. Shu xonadonni bugungi kunda bilamiz, yog'ingarchilik yaxshi bo'ladi bo'lgan vaqtida asosan shu qo'l yuvishga yoki avtomashinasini yuvishga yoki xonadon tozalashga bir haftaga 1 tonna suv ketdi, ya'ni to'plagan yomg'ir suvimiz orqali. Mana ko'rib turibmizki, bir haftada 1 tonna suv ketadigan bo'lsa, bu oy davomida ko'paytiradigan bo'lsak, bu 4 tonna suvni hisoblab ko'ring, ya'ni 4 tonna suv ko'rsak bo'ladi. Mana ko'rib turibmiz, ya'ni shuncha suv tejalishga olib keladi. Mana endi mana oldimizda bahor oyining so'nggi fasli turibdi, oyi turibdi. Keyin undan keyin yoz fasli boshlangandan keyin albatta suvga bo'lgan ehtiyoj yana oshib boradi. Mana bu vaqtda biz shu yomg'ir suvlaridan to'plangan suvlarimizni eng katta qismi bugungi kunda biz shu sug'orishga yoki bog'roqlarga ishlatsak bo'ladi. Ushbu qurilma haqida biz gaplashyapmiz, lekin ushbu qurilmaning nomi nima? Bunga hali qurilmaga nom bermaganmiz va bu qurilma ustida ishlab chiqmoqdamiz. Ya'ni bugungi kunda hech qanday bir yangilik narsa talab etilmaydi, chunki shunaqa narsa bor. Mana hammamiz bilamiz, biz O'zbekistonning 14 ta hududida yurgan paytimizda bu yomg'ir suvidan to'plab bundan samarali foydalanib kelayotgan yurtdoshlarimiz bor. Faqat bu narsani biz zamonaviy ko'rinishga olib keldik. Ya'ni shu plastmassa quvurlar orqali yoki suv to'playdigan alohida bochkalar orqali bu narsani biz suvlar to'plab olamiz va kerakli vaqtida nasos orqali kerakli joyga tarqatamiz. Yana bitta narsa bor, mana bugungi kunda juda ko'p xonadonlarimizga quyosh panellarini o'rnatyaptik. Bu ham bu tabiiy resursdan unumli foydalanish hisoblanadi. Ana endi bugun narsaga biz yomg'ir suvlarini qo'shadigan bo'lsak, ko'rib turibmizki, tabiat tomonidan berayotgan shu energiyadan to'g'ri samarali foydalanishga olib keladi. Mana kecha biz foydalangan qurilmamizda, o'sha xonadonimizda ham bevosita quyosh paneli o'rnatilgandi. Bu biz yomg'ir suvlarini maxsus idishlarga to'plab oldik va nasos orqali kerakli joyga tarqatayotgan, albatta quyosh paneli orqali olgan energiyamiz orqali nasoslarimizni ishlatib yaxshi samara foydalandik. Buning uchun bizga nima kerak? Barchamizning tom qismimiz bor. Eng kamida 50 kvadrat tom qismi bo'ladi. Albatta uni o'zi maxsus quvurlar orqali, tarnovlar orqali suvlar to'g'ridan to'g'riga yerga singib ketadi. Ana shu narsani maxsus quvurlar orqali mana bugungi kunda xo'jalik mollarida sotadi. 1 tonnagacha bo'lgan bochkalarimiz bor kamida. Shunga to'g'ridan to'g'ri yo'naltirib qo'yadigan bo'lsak, o'zi yomg'ir suvlar tushib, oshiqchasi chiqib ketgandan keyin, yomg'irgarchilik tingandan keyin bizga suvga ishlatish vaqti kelgan paytida kichik nasoslar orqali yo'lni to'g'ridan to'g'ri qo'l yuvishga yoki avtomashinamizni yuvishga yoki xonadon tozalashga yoki to'g'ridan to'g'ri bog'larimizga maxsus plastmassa quvurlar orqali yetkaziladi va unumli foydalansak bo'ladi. Bu juda ham yaxshi taklif sifatida ko'riladi albatta. Iqtisodiy jihatdan ham foydali ham bo'ladi. Lekin albatta odamda tabiiyki o'zgarishlarga bo'lgan qandaydir bir zid munosabat bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz? Bu umumiy qurilmaning baribir iqtisodiy jihatdan qulayligi qay darajada?
Endi biz bir vaqtda o'zida bu loyihamiz 3 ta yo'nalishda olib ketyapti. Ya'ni loyihani amaliy yo'nalishi, nazariy yo'nalish va shu bilan birgalikda bugungi kunda buni biz qonunchiligimizda ham aks ettirishimiz kerak. Mana biz viloyat deputati sifatida bugungi kunda qo'shni davlatlarimiz qonunchiligini, Osiyo davlatlarining qonunchiligini, jahon qonunchiligini o'rganib chiqib turib, mana bugun O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi Qonunchilik palatasidagi fraksiyasidagi aynan agrar qo'mitasida mehnat faoliyatini olib borgan deputatlarimiz bilan birgalikda qonunchilikda aks ettirishdan boshladik. Chunki har bir narsani ish boshlashimizdan oldin uni qonuniy mexanizm, qonunchilikda muhrlangan bo'lishi kerak. Biz mana shaharsozlik kodeksiga, suv kodeksiga, mana aynan shu yomg'ir suvlaridan unumli foydalanish bo'yicha moddalar yoki qo'shimchalar qo'shib olganimizdan keyin mana bu narsani keyingi etabi boshlashga bevosita bizga yo'l ochib beradi. Mana bu biz qonunchilikda aks ettirganimizdan keyin mana yuqorida aytib o'tdim, quyosh panellarini bugungi kunda xonadonimizga o'rnatishga shu aholimizga juda ko'p qulayliklar, imkoniyatlar, suvdalar, subsidiyalar yoki imkoniyatlar yaratib bermoqda. Mana biz qonunchilikda aks ettirganimizdan keyin aynan shu yomg'ir suvlarini o'zini xonadonida bo'ladimi, ko'p qavatli uylarda yoki ijtimoiy obyektlarda o'rnatgan yurtdoshlarimizga davlat tomonidan yengilliklar, qo'shimchalar va imkoniyatlar yaratib berish nuqtai nazaridan olganmiz. Albatta davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash bo'ladigan bo'lsa, bu narsaga yurtdoshlarimizdan qiziqish olib keladi. Endi nimaga o'rnatishimiz kerak degan savol ham tug'iladi. Chunki O'zbekistonimizda 14 ta hudud bo'ladigan bo'lsa, suvga talabi juda yuqori bo'lgan hududlarimiz bor, o'rtacha va uncha suvga ehtiyoj bo'lmagan joylarimiz bor. Mana bitta raqam aytamiz. Bugungi kunda mana kecha men ko'rdim, 2025-yil 8-aprel holatiga O'zbekiston aholisi 37 million 700 ming kishini tashkil etgan va kuni kecha 2026-yil bilan solishtirganimizda oradagi son 700 mingga oshgan. Mana ko'rib turibmiz, aholimiz soni kunga yildan sayin oshib bormoqda, lekin bizning suvimiz o'sha. Yana bitta yaxshi tarafi bor. Mana bundan 10 yil oldin O'zbekistonda toza ichimlik suv bilan ta'minlash darajasi 60% va so'nggi 10 yilda amalga oshirilgan ishlar, texnikalar, texnologiyalar va strategiyamizda qo'yilgan maqsadlarimiz davlat dasturiga kiritish orqali bugungi kunda u ko'rsatkich 80% ga yetdi. Mana ko'rib turibmiz, aholimiz soni oshib borish bilan birgalikda o'sha suvni aholigacha yetkazib borish darajasi 80% gacha yetkazildi. Endi yana bitta narsa raqam bor. Bugungi kunda O'zbekistonda bitta fuqaromiz, ya'ni meni o'zim bir kunda o'rtacha hisob qilingan bu 99 litr toza suv, ichimlik suvini ishlatar ekan o'rtacha. Endi bu eng yuqori ko'rsatkich bu Toshkent shahriga to'g'ri keladi. Ya'ni Toshkent shahrida bugungi kunda rasman ro'yxat bo'yicha 3,1 million aholi bo'ladigan bo'lsa, bitta fuqaromizga 270 litrgacha toza ichimlik suv sarflanar ekan. Buni kundalik ehtiyojida. Eng kam ko'rsatkich bu Qashqadaryo viloyatiga to'g'ri keladi. Bu 80-100 litr atrofida. Lekin yana bitta ko'rsatkich bor. Bugungi kunda toza ichimlik suv bilan ta'minlangan joy ham Toshkent shahar hisoblanadi, ya'ni 98% tashkil qilar ekan. Mana misol uchun qo'shni Toshkent viloyatida bu ko'rsatkich 80% ga yetkaziladi. Ya'ni ko'rib turibmiz, suvga bo'lgan ehtiyojimiz va suvni davlat tomonidan aholiga yetkazib berish darajasi juda yaxshi amalga oshirilmoqda. Endi agar biz yomg'ir suvlaridan unumli foydalangan holatda amalga oshiradigan bo'lsak, birgina Toshkent shahar o'zida 270 litr bo'ladigan bo'lsa, bu 71 litrgacha bo'lgan toza ichimlik suvini tejashga olib kelar ekan. Mana ko'rib turibmiz, bu sohada ham yuqorida aytgandek gidrosavodxonligini asta-sekin aholimizga, yoshlarimiz orasida targ'ibot, tashviqot qiladigan bo'lsak, biz o'zimizdagi toza ichimlik suvlarini tejashga olib keladi. Yana bitta nimaga degan savol tug'iladi. Bugungi kunda O'zbekistonimizda 20% gina suv o'zimizning ichki manbalarimiz hisobidan shakllanadi va 80% suvimiz asosan transchegaraviy qo'shni davlatlarimizda, o'sha tog'larida, daryolarida, ko'llarda hosil bo'lgan suvlar hisobidan bizga kirib keladi. Ya'ni bugungi kunda ko'rib turibmiz, o'zimizda kerak bo'lgan suvni asosan qo'shni davlatlarimizga bog'liq. Yana bir yaxshi narsa bor, mana davlatimiz rahbari qo'shni davlatlarimiz bilan yaxshi do'stona munosabatda bo'lib turganligi. Mana kuni kecha mart oyining oxirida Toshkentda suv haftaligi o'tkazildi va xalqaro suv forumi bo'lib o'tdi. Ana shu yerda ham yomg'ir suvi bo'yicha qo'shni davlatlardagi aynan suv bo'yicha mutaxassislarga taqdimot qilgan paytimizda ular shunaqa bir yaxshi taklifni bildirdi. Mana sizlarda suv bo'yicha yaxshi tajriba, yaxshi bilim bor, mana irrigatsiya institutlar bor. Bizda esa suv bor. Kelinglar shu bizdagi suvni, sizdagi tajriba, bilimlar birgalikda qo'shadigan bo'lsak, bir yaxshi natijaga erishamiz deb aynan shu Tojikiston va Qirg'izistondan kelgan delegatlar, mutaxassislar tomonidan yaxshi fikr bildirdi. Juda ham yaxshi. Albatta, savol tug'ilishi mumkinki, mana shu yomg'ir suvlari tarkibida chang yoki bo'lmasam havodagi qandaydir zarralar bo'ladi. Tabiat qonuni bu albatta. Mana shu qurilma bu suvni qanchalik darajada tozalab beradi? Qurilmaga keladigan bo'lsak, albatta shu O'zbekiston mavsumida shu quruq mavsumdan keyin birinchi, ikkinchi yoki uchinchi yomg'ir yog'gan paytida bilamiz, shu tomdagi yoki shu suv to'playdigan joyimizdagi har xil changlarni o'zi bilan olib tushadi. Shu birinchi yomg'ir suvlardan foydalanmasdan turib, keyingi toza yog'gan yomg'ir suvlarini mana shunaqa oddiy qurilma sifatida, masalan uchun bir tonadan 3 ta bochka qo'yadigan bo'lsak, birinchi tomdan tushgan yomg'ir suv birinchi bochkaga tushadi. Undan to'lib toshgandan keyin bilamiz, har xil
zarralar yoki katta qismda birinchi bochkada cho'kinda hosil bo'lib ikkinchi qismga o'tadi, xuddi filtrlashga o'xshab turib etdan tozalangan suv uchinchi bochkaga tushadi. Shu bilan birgalikda bugungi kunda xo'jalik mollarimizda ham bevosita 100 ming so'm 200 ming so'm atrofida filtrlar ham sotyapti va alohida o'zini bir oyda 2 oyda almashtiradigan 15 ming so'm turadigan filtrlar bor. Ana filtrlardan o'tkazib turib buni o'zi aslida mana chekka hududlarda bu yomg'ir suvini ichimlik suvi sifatida ham foydalanadi. Lekin mana shunaqa bosqichma-bosqich filtrlash, tozalash suvdan o'tadigan bo'lsak, bu narsa yaxshi natija beradi. Va xavfsiz deyishimiz Xavfsiz mumkin bo'ladi. Chunki ayni damda ko'pchilikda ham shu savolni o'zini biz muammo sifatida ko'proq uchrashiga guvoh bo'lmoqdamiz va ushbu suhbatimizda birgalikda bilib olgan bilimlarimiz uchun sizga tashakkur deymiz. Haqiqatan ham bugungi kunda biz hattoki yomg'ir suvidan ham aqlli suv sifatida foydalanishimiz mumkin va ushbu suhbat uchun mehmonimiz Muhsiddin Nizomiydinovga alohida tashakkur deymiz. Rahmat kattakon.